1007. 1007 mi? Kimga qanaqa? Yeni elektromobili. Mana bu narsani ko'ryapsizlar, bu nima degani? Mustafa aytavering. Bu nasosi vet reduktor hisoblanadi. Bu reduktorga bot 805 moy quyiladi. 75-90 qo'yib bo'ldi. Sabab moy elektromotor ichida ham aylanadi, ammo bilan korroziya qilishi mumkin, tok kachoq bo'lishi mumkin, dielektrik xususiyatga ega bo'lgan moy quyish kerak. 75-90 qo'yib xato qilib o'tirmanglar. O'zini texnik kitobida ham shu bot 805 deb yozilgan. Bot 805 qanaqa moy bo'ldi bizda? Lopel E27. Lopel E27. To'kiladigan joy ahamiyat bergan bo'lsangiz mana 4 granlik и yon boshidan momentdan quyiladi. 1.8 litr ketadi oldiga. Va bu yerda orqa reduktori ham bor. Orqa reduktor moyini ham to'kib oldik. O'zingiz hozir videoda ko'rasizlar, qanaqa holatda edi. Oldidan ko'ra ancha orqa vidushida o'shanga shikast yetkazilgan. Moy ham yana bir karra eslatib ketdik. Mana men moyni boya tushunmagan bo'lsa, chunki svязь yomon bo'lishi mumkin-da. Lopel E27. Mana xuddi shunaqa reduktor nasoska ega. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana elektromotor bilan birga bitta korpusda moy to'kiladigan joyi shu yerda. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, ochiq mana o'sha yerdan quyiladi. Agar sizlarga shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga обязательно подписка bosib qo'ying, chunki har gal har xil yangi elektromobillarga informatsiya beramiz. Demak, bu mashinaning egalariga o'z vaqtida va to'g'ri moydan foydalangan holatda moy almashtirishlarni tavsiya qilamiz. Murojaat qilaverasizlar.